parrandani bitlashi. Shunaqa narsa bor, qizil kanami, shunaqa bor. Qizil kana bu kechasi chiqadi. Kechasi chiqsanglar, iniga qafasiga kelib sekin fanar yoqib qarasanglar, hormaylar. Assalomu alaykum hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz. Bizanikilar mana katta choyli jo'jalarimiz biqim bilan bor. Bitta Feniksimiz qolgan. Nariyodi dodasi bilan buvisiga qo'shib qo'yaman buni. Xudo xolisi bilan ham jo'jalarni keyin chiqaramiz. Bular bo'lsa mana bu yerda bitta galasheykamiz bor. Ikkita bramamiz bor. Sariq mana bu Chorniy zolotamizdan qolgan tuxumi bor edi, o'shalarni qo'yib shoshtirib oldim. Qolgani jersey mana. Keyin bu yerda kichkinalarimiz bor. Kichkinalarimiz biqim bilan ham og'ira. Mana endi ko'rsataylarchi o'zinglarni. Katta bola bo'lib qolishdi bilan, katta bolalar qizlar bor. Chiqmas. Mana bu yerda ham ikkita galasheyka, 5 ta brama, 5 ta qayluy, 5 ta jersey bor. Ular xudo xolisi mana 15 kun bo'ldi. 15 kunlik jo'jalar, 15 kun 16-kun. Ular o'sha vitaminli suv ichadi. Dona bo'lsa o'sha broilerni start donasi. Boshida 20 kun mashinadan beraman o'zi. Ora-chorada zelinlar, chesnak, piyozlar ko'rasizlar videolarni. Keyin tuxum. Mana qilib bular endi xudo xolisi bilan hammasi hovliga chiqqan. Pastirib qo'yib yuboraman bularni, birpas aylanadi. Kechasi ham shu hovlida, shu qafasida, ichida lampasi bor. Sovuq lampasini yoqib qo'ysa maza qilishadi. Ustiga bo'zini yoqib qo'ysa maza qilib. Kechasi bilan ovqatlanib suv ichib chiqishadi. Tak, o'rtoqlar. Bizani bugungi temamiz shu yoz kuni isiganda hammaga yoqmaydigan juda bir jirkanch narsa bu parrandani bitlashi. Men bu narsani tozalab bo'ldim, illani 3-4 kun oldin qildim videoni, oxirigacha yetkiza olmadim, chiqara olmadim ham. Ozgina kanalimda muammolar bor edi, o'shalarni hal qildim. Tak, meni qo'limda shu dorilar, buni bilasizlar, suminak. Suminakka buni ichida ikkita ampula bo'ladi. Ikkita ampulani 10 litr suvga aralashtirib, video davomida mana ko'rsatib o'taman. 10 litr suvga aralashgandan keyin yaxshilab tog'oraga solasizlar-da. Tog'oraga solib, bo'ktirib cho'miltirib chiqasizlar har bitta parrandanglarni. Jo'jani endi kichkina jo'jalarda men uchratmaganman bunaqa bitlashini. Mana bunaqa bruderda mana ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa bruder kletkada katta qilaman. Har bitta qo'yishimni oldin bularga dori sepib chiqaman. Iniga. Shunda men kuzatmayman, chunki bu yoqdagi qafasli inimizda yog'ochdan qurilganda, yog'ochlarga eng qulay sharoit yog'ochli in bu bitlar, klapalarga, mana shu kanalarga eng qulay sharoit. Buni tushundinglar, buni bilasizlar, qanaqa aralashtirish, qanaqa bo'ktirayotganda shu suvga bo'ktirsanglar, boshini tepaga ko'tarib turib, 7-8-10 sekund ushlab tursanglar, shu barmog'inglar bilan qo'ltig'ini, qanotini tega, keyin sonini bir ishqalab olsanglar bo'ldi, shu bilan qo'yib yuborasizlar. Uni iloji boricha ertalab qilsanglar, abedgacha ham peshingacha quriydi, bemalol. Anaqa bitlashidan qutulasizlar. Bitlab qolsa bilasizlar nima bo'lishini. Oyoqlar cho'loqlanib 2-3 qadam, 4 qadam tashab o'tirib olish, ishtahala zo'r bo'ladi, suvini ham, yemini ham yeydi, hammasi yaxshi. Vaqtida qaramasanglar, ahamiyat bermasanglar, bekorga nobud bo'ladi. Suminak tushundinglar. Endi men qo'limdagi ikkita narsa Alpha Energy T34, keyingisi Supra ekan. Tak. Bu narsalar o'zi bunda yozib qo'ygan buni qoramol, chorvaga-da bu. Qoramol qo'y qo'zilarni yo vanna qilishga yoki sepishga-da, xullas sepib ishlatsa bo'ladi. Men buni nima qildim? Bu ikkita preparatni bittasi 5 litr suvga, bu ham 5 litr suvga-da, ikkalovini 5 litr suvga aralashtirdim. Ikkalovini 5 litr suvga aralashtirib, yaxshilab aralashtirib olib, bularni mana shu video davomida ko'rsataman. Bu qafas kletka inlariga polni sepib tashladim. Sepib tashladim. Buni ishlatayotganinglarda qo'lingizga обязательно qo'lqopinglarni kiyinglar yoki yangi uzun ko'ylaginglarni kiyinglar. Обязательно maskalar bo'lsin. Juda anaqa kuydirib yuboradi, endi u kuyib ketmaydi-yu. Qiz achishadi qo'linglar.
ko'zinglarga tushmasin, keyin shu ishqi bo'lganinglardan keyin yuz qo'linglarni yaxshilab sovunlab yuvib tashlanglar. Iloji boricha. Keyin bularni bu preparatlarni sepayotganda inlarni, qafaslarni bo'shatinglar, iloji boricha 1 sutkaga yaxshilab bo'ktirib, yaxshilab sepib tashlasanglar, ertasi kuni qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Top-toza joyga kirishadi, maza qilib uxlashadi, maza qilib kunduz kuni yurishadi. Shunaqa narsa bor, qizil kanami shunaqa bor. Qizil kana bu parrandaga chaqadi. Bilasizlarki, shu bit chaqqan yoki bitlagan deb o'ylaysizlar, tekshirib chiqsanglar, qanotlarining ostini, qushlarning qanotlarining ostini sonini qarasanglar, bit yoki lapan bir narsasi ko'rinmaydi-da, uni anaqalari ko'rinmaydi. Shunaqa o'sha qizil kana bu kechasi chiqadi. Kechasi chiqsanglar, iniga qafasiga kelib sekin fanar yoqib qarasanglar, faqat ular kechasi chiqqanda parrandaga qo'nib, shu qonini so'rayib yotar ekan. Keyin kun yorishganda ular parrandadan tushib, shu eshik-teshik, peshikli joylarga kirib ketar ekan. Qizil kanani dorisi boshqa. Bu har xil zarar kunanda, mana shu nima deydi, klapa, hasharotlarga kurashadigan narsa. Kanalarga bu iniga qafasiga sepganinglar ma'qul. Bunga cho'miltirib yurmanglar. Lekin buni cho'miltirishni men vet aptekadan unaqa menga maslahat berishmadi. Mashinani seping deyishdi. Yoz kunlari iloji boricha mashinani olsanglar, Supra bilan T34, bu reklama emas. Men endi sinovdan o'tkazganimni aytayapman. In toza turadi-da qafasi. Shu. Bugungi temamiz shu. Xudo xolasa bu kichkina jo'jalarimiz katta bo'lyapti. Ulardan men olib qoladiganim faqat bu yerda jersilar, bramalar hammasi sotiladi. Vaqti kelib aytaman. Vaqti kelib bramalarni ham sotilishini aytaman. Bramamdan ikkita bu yerda kichkinadan ikkita palivый jo'ja bor. 3 ta svetli bor jo'ja. Bilmayman, bular xo'roz bo'ladimi, xo'rozga ham o'xshaydi. Keyin mana bu yerda yurgan bitta chorniy zolotamiz bo'lardi. Onasi bularni palivый bo'lgan. 2 xil brama jo'ja chiqib qolgan. Shu mana shu bramadan 7 ta sotiladi. Qolganlari galasheyka, jersilar ular qoladi. Keyin 5 ta uxayli xudo xolisa qoladi hammasi. Bularni keyingi mana shu sezonga xudo xolisa sizlarga tuxum jo'jalarni reklama qilib sotamiz. Yaxshi narxlarda, hammaga ma'qul keladigan narxlarda sotamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar, parranda boqinglar, baraka keltiradi. Bu aniq. Omad.